Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana bugun juma, kechki petishga chiqdik. Ma'lum bir sabablarga mana bir sim ishlaganimiz yo'q. Soatimiz 10:02. Qumaradamiz. Xudo xolasa qanaqa bo'ladi bugungi juma? 2 soat ishlaymiz. Soat 1-2 gacha ko'ramiz. Uyquga to'yib olganmiz. Hozircha zakaz yo'q, kutib o'tiribmiz. Propan va shu очередь propanlar. Bau tomonga qarab ketgan. Medan bo'm-bo'sh. Biz bitta buyurtma qildik. Shahar o'chib qolyapti. Shunga vaqtda unumli foydalanaylik deb Moy rayonida yoqamiz hozir. Ko'ramiz nechta rayon tanlashga bizga beradi. 3 ta tanlaymiz. Tanlasak, aeroport tanlaymiz. Bo'ldi. 8% qo'shimcha to'laymiz ekan. Bo'ladi bizga mana shu 3 ta rayon. Vaqt yuramiz, xudo xolasi. Qani ishlab ko'ramiz nima bo'lar ekan. Biz bitta buyurtma qildik xolos hozircha. Biz ishlayapmiz hali ham soat 18 bo'ldi. Shu oxirgi zakazimiz aeroportga, keyin Damoyda yoqamiz, uni podyelamda ishladik. 366 ming ishladik, keyin 12 gacha 141 ming ishladik. 7 ta zakaz qildik. Keyin 366 ming ishladik. Soat 18. Menimcha bugunga bo'ladi, lekin komissiyani voydod qilib yubordim. 110 ming so'm oldi. Komissiyani 110 ming so'm oldi Yandex. Xullas shunaqa, hozir tekstilniy most yonidamiz. Bitta market bor ekan. Klient kutyapmiz. Bugun ham quruq bo'lmadi. Aeroportga naqd pul ekan, endi ko'ramiz. Chiqsa chiqishda, chiqishmasa endi kutamizda. Kechqurun ajdan kelasa ko'proq bo'ladi. Klientimiz ham chiqdilar. Sog' bo'linglar. Bu ishga qaror qildim. Xo'p, hozirdan 5:58 bo'libdi, 6 bo'libdi. Ujimcha vaqtliroq kelgandim uyga. Xo'p, hozir ko'rsataman sizlarga. Bugun o 8 ga o'tdik, 405 ming 12 dan keyin ishladik. 141 ming kecha ishladik. Qo'ysak 541 ming bo'lyaptimi? Probegimiz ko'rsataman hozir 162 kilometr. 100 minglik gaz degani bu. Xullas shunaqa, 541 mingdan 100 ming ayirsak 441 ming ishlayapmiz. Videoda ishlagan bo'lsak 6 soatdan oxirgi zakazimiz nechida? 452 da tushgan. 452 da tushgan oxirgi zakaz. Start bo'lgan 6 kilometr. Shu 10 minut yuribmiz. 452 bo'lsa 5 ta tugatibmiz-da do'stlar. Xullas shunaqa gaplar. Mana bugunga xudo xolasa mana hali tong otgani yo'q. Hammaga rahmat. Yandexdan chiqib ketamiz endi. Shu bilan dushanba yo seshanbadan boshlaymiz ishlarni. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol beraverasizlar. Keyin taksoparkka ulanmoqchi bo'lsalaring, Telegramdan texpasport pravani tashlab qo'ysalaring, hammalarini ulab qo'yaman. Shunaqa kam foizga ishlayverasizlar. Foiz yo'q hisob. Donasiga oladi taksopark. Rahmat hammaga. Hammamizni ishimiz o'ngidan kelsin, sog' salomat bo'laylik. Boshlarimiz tayidan shabodalab o'tiraversin hammamiz, do'stlar, azizlar. Hammaga rahmat.